Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim va dolzarb mavzu haqida gaplashamiz. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda va ba'zi nashrlarda 20 oydan boshlab pensionerlarga taqiq qo'yiladi. Kvartira eshiklari majburiy ravishda olib qo'yilishi mumkin kabi sarlavhalar paydo bo'ldi. Bu xabarlar ko'pchilikni xavotirga soldi. Ayniqsa keksa avlod vakillari orasida katta savollar tug'dirdi. Shunday ekan, men ushbu videoni aynan shu dolzarb masalaga bag'ishlab, aniq ma'lumotlarni berishga, mish-mishlarga chek qo'yishga va sizni qonuniy jihatdan himoya qilishga yordam berishga qaror qildim. Chunki bu ma'lumot har birimiz uchun juda muhim va bevosita sizning farovonligingizga taalluqli. Shunday ekan, ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling va kanalimga obuna bo'lishni, shuningdek, videoga like bosishni unutmang. Bu siz uchun oddiy harakat, ammo kanalimiz rivoji uchun juda katta yordam. Muammoning mohiyati. Oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avval xavotirga sabab bo'lgan bu gap so'zlarning ildiziga chuqur kirib boraylik. 20 oydan boshlab pensionerlarga taqiq qo'yiladi degan gap, afsuski, ko'pincha aholini chalg'itishga qaratilgan populistik sarlavhalar natijasidir. Aslida nafaqaxo'rlarning huquqlarini cheklovchi, ularga nisbatan qandaydir yangi taqiqlar joriy etuvchi birorta ham qonun yoki qonunosti hujjati qabul qilingani yo'q. Pensionerlarimiz har doimgidek davlatimiz himoyasida va barcha huquqlardan to'laqonli foydalanishda davom etadilar. Biroq kvartira eshiklari majburiy ravishda olib qo'yilishi mumkin degan gapi esa mutlaqo asossiz. Ammo bu odamlarning xotirjamligini buzadigan darajada qattiq yangi qonun-qoidalar paydo bo'lgani haqidagi mish-mishlarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Haqiqat shundaki, bu yerda gap ko'proq kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirmaslik natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan jiddiy huquqiy oqibatlar, ya'ni qarzdorlikni undirish mexanizmlari haqida ketmoqda. Oldin ham, hozir ham majburiy ijro choralari qonun doirasida amalga oshirilgan. Faqatgina ba'zi ijro tartiblari takomillashtirilgan bo'lishi mumkin. Ammo bu sizning shaxsiy mulkingizga bevosita va noqonuniy ravishda tajovuz qilish huquqini bermaydi. Oldin qanday edi? Avvalgi tartibda ham kommunal to'lovlar bo'yicha qarzdorlik yuzaga kelganda xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar avvalo iste'molchini ogohlantirardi. Agar ogohlantirishga qaramay qarzdorlik bartaraf etilmasa, qarzni sud orqali undirishga majbur bo'lardi. Sud qarori asosida ishlar majburiy ijro byurosi, MIB ijrochilariga o'tgan. MIB ijrochilari ham dastlab tinch yo'l bilan qarzdorlikni undirishga harakat qilgan, ogohlantirishlar yuborgan, tushuntirish ishlari olib borgan. Agar bu choralar samara bermasa, qonunchilikda ko'zda tutilgan majburiy ijro choralari, masalan, bank hisob varaqlaridagi pul mablag'larini blokirovka qilish, mulkni xatlash va ba'zi hollarda mulkni sotish kabi choralar qo'llanilgan. Kvartiraga majburiy kirish esa eng so'nggi chora bo'lib, buning uchun alohida sud ruxsatnomasi talab qilingan. Hozir nima o'zgardi aslida? Juda keskin o'zgarishlar sodir bo'lgani yo'q. Faqatgina majburiy ijro byurosi faoliyati yanada samaraliroq va shaffofroq bo'lish uchun ba'zi mexanizmlar takomillashtirilgan bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi turdagi qarzdorliklar bo'yicha ijro hujjatlari tezroq ko'rib chiqilishi yoki banklar bilan ma'lumot almashinuv jarayonlari avtomatlashtirilishi mumkin. Biroq bu o'zgarishlar hech qachon shaxsiy mulk daxlsizligi prinsipini buzishga qaratilgan emas. Har bir ijro harakati qonun doirasida va inson huquqlariga hurmat bilan amalga oshirilishi shart. Demak, eshiklarni olib qo'yish haqidagi gaplar bu faqatgina noto'g'ri talqin qilingan yoki oshirib yuborilgan ma'lumotlar ekanini tushunishimiz kerak. Ming qism batafsil tahlil nimalarni bilish kerak. Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak? Keling, vaziyatni yanada chuqurroq tahlil qilaylik. Asterisk nimalarni bilish kerak? Har bir fuqaro, shu jumladan pensionerlar ham o'z uy-joy mulkining daxlsizligini kafolatlovchi qonunlar bilan himoyalangan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 27-moddasida har kimning uy-joyi daxlsizligi belgilab qo'yilgan. Unda aytilishicha, hech kim sudning qarorisiz, qonunga asoslanmagan holda uy-joydan mahrum etilishi yoki uning uy-joyiga kirishi mumkin emas. Bu degani, sizning uy-joyingizga yoki uning qismiga, xususan eshigiga daxl qilish uchun juda jiddiy huquqiy asos va sudning ruxsatnomasi talab qilinadi. Kommunal xizmatlar bo'yicha qarzdorlik holatida ijro organlari tomonidan amalga oshirilishi mumkin bo'lgan choralar quyidagilardan iborat. 1. Astish, ogohlantirish va murojaat. Avvalo xizmat ko'rsatuvchi tashkilot gaz, elektr, suv, issiqlik ta'minoti va hokazo
sizga qarzdorlik haqida ogohlantirish yuboradi. Agar javob bo'lmasa, ular majburiy ijro byrosiga murojaat qiladi yoki sudga da'vo arizasi kiritadi. 2. Sud qarori. Sud qarzdorlikni undirish to'g'risida qaror chiqaradi. Bu sud buyrug'i yoki hal qiluv qarori bo'lishi mumkin. Faqatgina sud qarori asosida majburiy ijro harakatlari boshlanishi mumkin. Maybe ijrochi harakatlari, maybe ijrochi sud qarorini olgandan so'ng ijro ishini qo'zg'atadi va bu haqda qarzdorga xabarnoma yuboradi. Xabarnomada qarzdorlikni ixtiyoriy ravishda bartaraf etish uchun ma'lum muddat beriladi. Odatda 15 kun. 4. Majburiy ijro qoralari agar qarzdor ixtiyoriy ravishda qarzni to'lamasa, emib ijrochisi quyidagi qoralarni qo'llashi mumkin. Bank hisob varaqlaridagi pul mablag'larini xatlash va undirish. Ish haqi yoki unga tenglashtirilgan to'lovlardan undirish. Qarzdorga tegishli mulk, avtomobil, uy-joy, yer uchastkasi va boshqa qimmatbaho buyumlarni xatlash va kimoshdi savdosi orqali sotish. Chetga chiqishni vaqtincha cheklash. Asrish qachon kvartiraga kirish mumkin? Kvartiraga majburiy kirish faqatgina o'ta og'ir holatlarda. Ya'ni qarzdorlikni undirishning boshqa barcha choralari samarasiz bo'lib chiqqanda va bu sud tomonidan tasdiqlangan maxsus ruxsatnomaga ega bo'lgandagina amalga oshiriladi. Bu jarayon juda qattiq tartibga solingan va unga huquqni muhofaza qiluvchi organlar vakillari, masalan, ichki ishlar xodimlari guvohligida va xolislar ishtirokida kirish mumkin. Eshiklarni olib qo'yish esa aslo majburiy ijroning qonuniy chorasi emas. Bu ko'proq qarzdorni qo'rqitishga qaratilgan noqonuniy harakat bo'lishi mumkin, ammo qonuniy kuchga ega emas. Ijrochilar eshikni olib qo'yish o'rniga unga zarar yetkazmasdan ichkariga kirish usullarini ko'rishlari mumkin. Lekin bu ham faqat sud ruxsatnomasi bilan va o'ta shaffof jarayon orqali amalga oshiriladi. Asosiy maqsad qarzdorlikni undirish uchun mulkni baholash va keyin uni sotish orqali qarzni qoplashdir. Eshikning o'zi esa odatda xatlash yoki sotish uchun mo'ljallangan mulk turi emas. Asli kim xavotirlanishi kerak? Uzoq muddatli va katta miqdordagi kommunal to'lovlardan qarzdorligi bor fuqarolar. Agar siz bir necha oylar davomida elektr energiyasi, gaz, suv yoki boshqa kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirmagan bo'lsangiz va bu qarzdorlik katta miqdorni tashkil etsa, sizga xavotirlanish uchun sabab bor. Ayniqsa ogohlantirish xatlariga e'tibor bermayotgan bo'lsangiz. Sud qaroriga yoki MIB ijrochisining xabarnomasiga javob bermayotganlar. Agar sizga sud buyrug'i yoki MIB ijrochisi tomonidan ijro ishi qo'zg'atilganligi haqida xabarnoma kelgan bo'lsa va siz unga befarq qarayotgan bo'lsangiz, jiddiy choralar ko'rilishi ehtimoli yuqori. Moddiy ahvoli og'ir bo'lsa-da, murojaat qilishni bilmayotgan pensionerlar, ba'zi pensionerlar moddiy jihatdan qiynalishadi, lekin qayerga murojaat qilishni, yordam so'rashni bilmaydilar. Ular ham xavotirlanishi kerak, chunki o'z vaqtida chora ko'rmaslik ahvolni yanada murakkablashtirishi mumkin. Real hayotdan misollar. Misol 1. Nodira opa va gaz qarzdorligi. Astariz Toshkent shahrida yashovchi 7 yoshli Nodira opa yolg'iz yashaydi. Uning pensiyasi kam bo'lgani sababli gaz to'lovlarini doimiy ravishda o'z vaqtida to'lay olmadi. Oradan 6 oy o'tgach, uning qarzdorligi 20 million so'mdan oshdi. Gaz ta'minoti korxonasi bir necha bor ogohlantirish xati yuborgan, ammo Nodira opa ularga e'tibor bermagan. Oxir-oqibat korxona sudga da'vo arizasi kiritdi. Sud Nodira opaning hisobidan qarzdorlikni undirish haqida buyruq chiqardi va bu MIBga ijroga yuborildi. MIB ijrochisi Nodira opaga qarzdorlikni ixtiyoriy to'lash uchun 15 kun muddat berilgan xabarnoma yubordi. Nodira opa bu xatga ham javob bermadi. Natijada ijrochi uning bankdagi pensiya kartasiga xat qo'ydi. Har oy pensiyadan ma'lum bir qismi qarzdorlikni qoplash uchun yechib olina boshladi. Bu holatda Nodira opaning eshigi olib qo'yilmadi. Aksincha, eng qulay va qonuniy yo'l bilan qarz undirilishi boshlandi. Ikkasish misol qarzni tan olmaslik va uning xatlovi. Astirish Farg'onalik 65 yoshli Muroqa elektr energiyasi uchun 3 million so'mdan ortiq qarzdorligi borligini rad etib kelardi. Uning fikricha hisoblagich noto'g'ri ishlagan. Elektr tarmoqlari korxonasi buni isbotlash uchun sudga murojaat qildi. Sud uzoq muhokamalardan so'ng korxona foydasiga hal qiluv qarori chiqardi. Murod aka bu qarorni apellyatsiya tartibida shikoyat qilmadi. Ijro ishi MIBga o'tdi. MIB ijrochisi bir qator choralar ko'rdi, lekin Murod aka baribir to'lashdan bosh tortdi va mulkining yo'qligini aytdi. Aslida bitta hovlisi bor edi. Shundan so'ng sud ruxsatnomasi bilan ijrochilar Murod akaning uyiga kirdi va uning mulkini ro'yxatga oldi. Uyga kirish jarayoni xolislar va ichki ishlar xodimlari ishtirokida amalga oshirildi.
hech kim eshikni olib tashlash haqida gapirmadi. Chunki bu ortiqcha harakat va qonuniy emas. Ijrochilar uyga kirib, mulkni baholashga va uni sotish orqali qarzni undirishga tayyorgarlik ko'rishdi. Murod aka bu holatdan so'ng qarzdorlikni to'lashga majbur bo'ldi. Kim xavotirlanmasligi kerak? To'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirib kelayotgan fuqarolar. Agar siz kommunal to'lovlarni o'z vaqtida va to'liq to'lab kelayotgan bo'lsangiz, xavotirlanishga mutlaqo asos yo'q. Bu yangiliklar sizga ta'sir qilmaydi. Qarzdorligi bor, lekin faol muloqotga kirishayotganlar. Agar sizning qarzingiz tashkilot yoki nima bilan aloqaga chiqib, to'lov grafikini kelishayotgan bo'lsangiz, masalan, bo'lib to'lash haqida kelishuvga erishgan bo'lsangiz, siz ham xavotirlanishingiz shart emas. Asosiysi muloqotni davom ettirish va kelishuvlarga amal qilish. Ijtimoiy himoyaga muhtoj, imtiyozlarga ega pensionerlar. O'zbekistonda yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar va kam ta'minlangan oilalar uchun bir qator imtiyozlar va ijtimoiy himoya mexanizmlari mavjud. Agar siz bunday toifaga kirsangiz va tegishli hujjatlarga ega bo'lsangiz, sizga qonun doirasida yordam ko'rsatiladi va shaxsiy mulkingizga tajovuz qilishdan himoya qilinadi. Ikki qism qoidalardan istisnolar. Qaltis jihatlar va noaniq nuanslar yuqorida aytib o'tganimizdek, kvartira eshiklari olib qo'yilishi haqidagi gaplar asossiz. Ammo bu shunga o'xshash vaziyatlarda qaltis jihatlar va noaniq nuanslar yo'q degani emas. Keling, shu haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Qoidalardan istisnolar yoki ularning yo'qligi. Nafaqaxo'rlar uchun maxsus imtiyozlar aslida. Nafaqaxo'rlar uchun kommunal qarzdorlikni undirish bo'yicha qoidalardan istisno degan tushuncha to'g'ridan-to'g'ri qonunchilikda mavjud emas. Ya'ni qarz undirish jarayoni barcha fuqarolar uchun bir xil tartibda amalga oshiriladi. Biroq bi ijrochilari amaliyotida va sud jarayonlarida nafaqaxo'rlarning ijtimoiy ahvoli inobatga olinishi mumkin. Masalan, qarzdorlikni bo'lib to'lash imkoniyatini berish, undirish miqdorini pensiyaning muayyan qismidan oshirmaslik. Masalan, O'zbekiston Respublikasi sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonuniga ko'ra, ijro hujjatlari bo'yicha ish haq va unga tenglashtirilgan to'lovlardan undiruvlar, jami undiruvlar miqdoridan xil foizdan oshmasligi kerak. Eng zarur narsalarga daxl qilmaslik kabi tamoyillar mavjud. Bu to'g'ridan-to'g'ri istisno emas, balki ijro jarayonida insonparvarlik prinsipining qo'llanilishidir. Aslida yolg'iz keksalar va nogironlar himoyasi, albatta, yolg'iz yashaydigan keksalar. Birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar va boshqa ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun davlat qo'shimcha himoya mexanizmlarini ta'minlaydi. Ular uchun ijtimoiy xizmatlar, subsidiya va moddiy yordam dasturlari mavjud. Bu esa ularga qarzdorlikning oldini olishga yordam beradi. Agar shunday shaxslar qarzdorlikka duch kelsa, hokimliklar, mahalla faollari va ijtimoiy himoya tashkilotlari aralashib, ularga huquqiy va amaliy yordam berishi mumkin. Qaltis jihatlar. Ko'p uchraydigan xatolar, xabarnomalarga e'tiborsizlik eng katta xato bu xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlardan yoki MIBdan kelgan ogohlantirish xatlari. Sud buyruqlari yoki ijro ishi qo'zg'atilganligi haqidagi xabarnomalarga beparvo qarash. Ko'pchilik menga hech narsa qila olmaydi deb o'ylaydi, ammo bu juda katta adashish. Qonuniy hujjatlarga e'tiborsizlik jarayonni faqatgina murakkablashtiradi va keyinchalik sizning huquqiy holatingizni yomonlashtiradi. Asrish muloqotga kirishmaslik. Agar qarzingiz bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilot bilan yoki MIB ijrochisi bilan muloqotga kirishishdan qochmang. Qarzdorlikni tan olib, uni to'lash bo'yicha o'z takliflaringizni bildirish, to'lov grafikini kelishish. Bu eng samarali yo'l. Ular qonunda ko'zda tutilgan majburiy choralar ko'rishga majbur bo'ladilar. O tutasi asli huquqiy savodsizlik. Ko'pchilik o'z huquqlarini bilmaydi. Masalan, ijrochilar sudning tegishli ruxsatnomasisiz sizning uyingizga kira olmaydi. Agar ular bunday qilsa, bu noqonuniy hisoblanadi. Bu haqida shikoyat qilish huquqingiz bor. Mishmishlarga ishonish eshik olib qo'yiladi. Pensiyani butunlay tortib oladi. Kabi mishmishlarga ishonish vahma va noto'g'ri qarorlarga sabab bo'ladi. Har doim ishonchli manbalardan, ya'ni rasmiy qonunchilik hujjatlaridan yoki huquqshunoslardan ma'lumot olishga harakat qiling. Noaniq nuanslar. Sudning uy-joyga kirish ruxsatnomasi. Yuqorida aytib o'tilganidek, sud ruxsatnomasi bilan MIB ijrochisi sizning uyingizga kirishi mumkin. Lekin bu o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi. Sud jarayonida sizga bu haqida albatta xabar berilishi kerak.
sizning uyingizga majburiy kirishga ruxsat berish haqidagi masala sud majlisida ko'riladi. Siz bu majlisda ishtirok etishga va o'z e'tirozlaringizni bildirishga haqlisiz. Eshikni olib qo'yish. Bu nima degani? Bu ibora aslida ijrochilar tomonidan kirish yo'q, qarshilik ko'rsatyapsiz degan ma'noda ishlatilishi mumkin bo'lgan, ammo qonuniy kuchga ega bo'lmagan majburiy choraga ishora. Ya'ni agar siz ijrochilarning uyingizga kirishiga to'sqinlik qilsangiz, sud ruxsatnomasi bo'lgan taqdirda ular majburan kirish choralarini ko'rishlari mumkin. Bu eshikni buzish, kalit bilan ochish yoki boshqa usullarni o'z ichiga olishi mumkin. Ammo eshikni olib ketish emas. Eshikning o'zi mulk hisoblanmaydi va uning qiymati qarzdorlikni qoplamaydi. Asosiy maqsad ichkaridagi mulkni xatlashdir. Pensiya kartasidan undirish cheklovlari. Qonunchilikka ko'ra, pensiya mablag'laridan undiruvlar amalga oshirilganda qarzdorning minimal yashash uchun zarur bo'lgan mablag'lari saqlab qolinishi kerak. O'zbekiston Respublikasi sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonuniga muvofiq oylik ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlarning -5% dan ortiq bo'lmagan miqdorda undiruvlar amalga oshirilishi mumkin. Demak, sizning pensiyangizni to'liq olib qo'yishga hech kimning haqqi yo'q. Shu chiqsin. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Aniqlangan ko'rsatmalar. Endi keling, eng muhim qismga o'tamiz. Agar siz yuqorida aytilgan xavotirlar ostida qolgan bo'lsangiz yoki shunga o'xshash vaziyatga tushib qolsangiz, nima qilishingiz kerak? Bir qarzdorlikni muntazam ravishda tekshirib turing. Nima qilish kerak? Kommunal xizmatlar, gaz, elektr, suv, issiqlik chiqindi bo'yicha qarzdorliklaringizni muntazam ravishda tekshirib turing. Buning uchun mobil ilovalar, masalan, Click Payme orqali bank bo'limlari, pochta bo'limlari yoki bevosita xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning kassalariga murojaat qilishingiz mumkin. Ba'zi tashkilotlarda kol markazlar ham mavjud. Asli nima uchun? Qarzdorlikni oldindan aniqlash va bartaraf etish eng yaxshi himoya. Misol, oyning 1-haftasida gaz uchun, 2-haftasida elektr uchun, 3-haftasida suv va chiqindi uchun to'lov qabul qiluvchi ilovalar orqali hisobingizni tekshirishni odat qiling. Agar qarzdorlik yuzaga kelsa, darhol uning miqdorini aniqlang. 2 muloqotga kirishing va kelishuvga erishing. Nima qilish kerak? Agar sizda qarzdorlik yuzaga kelgan bo'lsa va uni bir yo'la to'lash imkoni bo'lmasa, darhol tegishli xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga gaz, elektr, suv ta'minoti va hokazo yoki MIBga murojaat qiling. Ularga o'z moddiy ahvolingizni tushuntiring va qarzdorlikni bo'lib to'lash bo'yicha grafik tuzishni so'rang. Bu haqida rasmiy ravishda ariza yozing. Nima uchun? Bu sizning yashash sharoitingizni saqlab qolish va majburiy ijro choralarining oldini olish uchun eng samarali yo'ldir. Tashkilotlar ko'pincha siz bilan kelishuvga erishishga tayyor bo'ladilar, chunki ularning maqsadi qarzni undirish, sizni jazolash emas. Asl hujjatlar: pasport, pensiya guvohnomasi, qarzdorlik haqidagi hujjat agar mavjud bo'lsa, yozma ariza 2 nusxada biriga qabul qilganlik to'g'risida belgi qo'ydiring. Misol, sizning 3 million so'm gaz qarzingiz bor. Gaz ta'minoti idorasiga borib, men har oy 500 ming so'mdan to'lay olaman. Qarzni 6 oyda uzaman degan mazmunda ariza yozing va shartnoma tuzishni so'rang. Bu sizni ijro harakatlaridan himoya qiladi. Huquqiy maslahat oling. Nima qilish kerak? Agar sizga sud buyrug'i kelgan bo'lsa yoki MIB ijrochisi sizga qarshi ijro ishini qo'zg'atgan bo'lsa, zudlik bilan advokat yoki huquqshunos maslahatiga murojaat qiling. Bepul huquqiy yordam olish imkoniyatlari ham mavjud. Masalan, Adliya vazirligi tizimidagi davlat huquqiy maslahat markazlari, Adolat ijtimoiy siyosiy partiyasi huzuridagi adolat huquqiy xizmat markazlari. Nima uchun? Huquqshunos sizning holatingizni tahlil qilib, qonuniy himoya yo'llarini ko'rsatadi. Sud qaroriga e'tiroz bildirish, ijro harakatlarini to'xtatish yoki undirish tartibini o'zgartirish bo'yicha yordam beradi. Hujjatlar: sud buyrug'i, hal qiluv qarori, MIB xabarnomasi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi, qarzdorlikka oid barcha hujjatlar. Misol, MIB ijrochisi sizning bankdagi pensiya kartangizni blokirovka qilgan bo'lsa, huquqshunos yordamida ijrochining harakatlari ustidan sudga shikoyat qilishingiz yoki pensiya mablag'ining IXBgacha cheklashni talab qilishingiz mumkin. O'z huquqlaringizni biling. Nima qilish kerak? Hech kimning sud qarorisiz va ruxsatnomasisiz sizning uyingizga kirishga haqqi yo'q. Agar ijrochilar sud ruxsatnomasisiz kirishga harakat qilsa, ularga qonunni eslatib, tegishli ruxsatnomani ko'rsatishni talab qiling. Agar ular ruxsatnomani ko'rsata olmasa,
ularning harakatlari noqonuniy hisoblanadi. Bunday holatda ichki ishlar organlariga yoki prokuraturaga murojaat qiling. Nima uchun? Bilimli bo'lish sizning noqonuniy harakatlardan himoya qiladi. Misol ijrochilar eshigingizni taqillatib kirishni talab qilyapti. Siz ulardan sudning uy joyiga kirishga ruxsat beruvchi hujjatini talab qiling. Agar ular buni ko'rsata olmasa, eshikni ochmang va ularni kiritmang. Keyinroq ularning harakatlari yuzasidan MIB rahbariyatiga yoki prokuraturaga shikoyat qiling. 5. Ijtimoiy himoya mexanizmlaridan foydalaning. Nima qilish kerak? Agar siz ijtimoiy himoyaga muhtoj toifaga kiruvchi pensioner bo'lsangiz, yolg'iz, boquvchisini yo'qotgan, nogironligi bor, hokimlikning mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlariga, mahalladagi ijtimoiy xodimga, shuningdek, saxovat va ko'mak jamg'armalariga murojaat qiling. Nima uchun? Bu tashkilotlar sizga moddiy yordam ko'rsatishi, kommunal qarzdorlikni to'lashda ko'maklashishi yoki bepul yuridik maslahat berishi mumkin. Hujjatlar: pasport, pensiya guvohnomasi, ijtimoiy holatingizni tasdiqlovchi hujjatlar. Masalan, yolg'izlik, nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma, qarzdorlik haqidagi hujjatlar. Xulosa va yakuniy chaqiriq, aziz do'stlar. Bugungi videoda sizga Irmaydan pensionerlarga taqiq qo'yiladi va kvartira eshiklari olib qo'yiladi kabi sensatsiyaviy sarlavhalar o'rtidagi haqiqiy vaziyatni tushuntirishga harakat qildim. Xavotirga o'rin yo'q. Hech qanday rasmiy taqiqlar joriy etilmagan va hech kim sizning eshigingizni sudning maxsus ruxsatnomasi va qonuniy asoslarsiz olib qo'yishga haqli emas. Bu kabi xabarlar ko'pincha noto'g'ri talqin qilingan ma'lumotlar yoki mish-mishlar asosida tarqaladi. Asosiy xulosa shuki, kommunal to'lovlarni o'z vaqtida to'lashga intiling. Agar qarz yuzaga kelsa, uni yashirmang. Balki faol muloqotga kirishing va muammoni hal qilish yo'llarini qidiring. O'z huquqlaringizni biling va ularni himoya qilishdan cho'chimang. Davlatimiz ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarini, xususan qariya avlod vakillarini doim qo'llab-quvvatlaydi. Umid qilamanki, ushbu video sizning xavotirlaringizni tarqatishga va aniq ma'lumotlar berishga yordam berdi. Bu mavzu bo'yicha sizning fikrlaringiz, savollaringiz yoki shaxsiy tajribangiz bo'lsa, iltimos izohlarda yozib qoldiring. Har bir fikr biz uchun muhim. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizni yangi va foydali ma'lumotlarni tayyorlashga undaydi. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.